Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana meni veligim. Nechotkivi. Bu yerda velik ustiga yopadigan zaryadchik dostavkaga. Xo'sh. Bugun mana 36 kilometr yurdim. Bugun topgan pulim mana Moskvada. Bugungi soat 5:30da chiqqanmi, 10gacha ishladim. 1,5 ming, 4 soat ishdan keyinga yetib har qalay yashasa bo'ladi. Velik qanday bo'lish kerak? Mana shunday bo'lish kerak velik. Bu chotki, bitta kolonkalari bor mana. Chotki kolonka mana. Ben bilen ko'rsatay velikdan. Chiqib bu yoqqa. Bu batareyka. Batareyka bu yerga kalit tiqas. Batareyka chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Bu pulti. Batareykani pulti. Xolos, burays, ko'taras chiqadi. Brend. Mana shu chotki mana. Xudo xolasa ishni yoryapmiz. Kevagilar Moskvaga, sizlarga maslahat va kevagilar.